alaykum azizlarim. Kimni yosh bolasi bo'lsa, xuddi menday qilib alohida qozoncha ovqat pishirib beradi. Ko'pincha men shunday qilardim-da, ko'p ovqatim isrof bo'lib qolib ketardi, chunki go'shtlari isrof bo'lmasa ham masalliqlar isrof bo'lardi. Hozir men alohida bir narsa o'ylab topganman. Sizlarga ham shuni bo'lishmoqchiman. Hozir bularni blenderdan o'tkazib olamiz. Blenderdan o'tkazib olish uchun taxlayapman. Go'shtli qattiqroq narsalarni birinchi blenderdan o'tkazib olamiz. Mana tayyor. Endi buni blenderdan o'tkazamiz. Go'shtlari ezilib ketadi. Bolam go'sht yemaydi deb o'ylayotganlar uchun men shunday qilib bersa, baribir bolaga foydasi bo'ladi. To'g'ri, chaynashni o'rganishi ham kerak, lekin hali yosh bo'lgani uchun shunday qilib bergan 1000 marta yaxshi. Qaranglar, mana shunaqa go'shalarni bonkachalari bor. Hammalaringiz olib yedirgan bo'lishlaringiz mumkin, lekin men yedira olmadim. O'zim hozir uyga o'zim mevalardan taxlab beraman. Keyin mana bunaqa butilkalari bor, stiklanni, o'shalarni ham olganman. Hammasini mana shu ovqatimiz tayyor bo'lib, uni ichiga keyin butun grechka nimalarni ham qo'shib yubordim, chaynashni o'rganish uchun. Men o'g'lim уже 1 yosh bo'lgan, lekin baribir ham hali unday chaynolmaydi, qo'rqaman, shuning uchun ham shunaqa qilib beraman. Endi mana shu masallig'imizni bonkachalarga solamiz. Mana shu tarzda bonkachalarga solib chiqamiz. Mana qarang, hamma bonkachalarimiz ovqat bilan to'ldi. Endi bularni sovishga qo'yib qo'yaman. Ustidan qog'oz salfetka yopib, biron narsa yopib qo'yib qo'yaman, sovish kerak. Keyin sovigandan keyin og'izchalarini hammasini yopib, og'izchalari bor. Og'izchalarni yopib, keyin morozelkaga tiqib tashlaymiz. Bu ovqatimizni 3 kungacha уже o'g'lim yeb tugatadi. 3 kungacha yeb tugatadi. Bir tomondan isrofgarchilikdan qutulasizlar, bir tomondan vaqtdan tejashga qutulasizlar. Ko'rdinglar, ovqatda masalliq, go'sht, hamma narsa bor. Bolaga juda ham nima desamkin, полезный ovqat bo'ladi. Mana shunday qilib hozir tejash usullarini o'ylab topdim. Sizlarga ham tavsiya qilish uchun videorolikimni oldim. Sog' bo'linglar.